noadekvat, ya'ni o'ta yuqori bo'lgan bahoning bitta yomon tomoni ham bor. Bunday insonlarni o'zi qanday bilsa bo'ladi, umuman kritikani ko'tarisha olmaydi. Tanqidni ko'tara olmaydi, tanqid qilish mumkin emas va ko'p holatlarda bunday odamlar mana ularni tanqid qilishlaridan bilib turibdi o'zini xatosini, lekin tan olish yo'q va odamlarni tanqidini oldindan bo'lmasligi uchun, eshitmaslik uchun boshqalarni qadrsizlantirishni boshlaydi. Qayerdadir konfliktga ketadi. Ko'p holatlarda bunday insonlar yolg'iz, juda o'ta agressiv, yolg'iz, muloqot qilish qobiliyati juda past bo'ladi bunday insonlar. Chunki qo'rquv bor. Kritika qilib qo'ysachi, aslida u baho past baho hisoblanadi deb aytamiz, chunki bunday odamlar umuman birovni shu darajada birovlarni fikriga bog'liq bo'lishadiki, ya'ni boshqalarni tanqidiy fikri bo'lmasligi kerak. Va ular hamma narsani qiladi. Ko'p holatlarda bu albatta salbiy narsalarda. Da, bunday odamlarni ko'proq biz kibrli deymiz, juda o'ta agressor, juda manipulyator insonlar deb aytamiz. Shunday ularni shu orqali bilsa bo'ladi.